Salom qadrli tomoshabinlar. Bugun biz hammamizni, ayniqsa hurmatli pensionerlarimizni bevosita qiziqtiradigan juda muhim bir masalani muhokama qilamiz. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensionerlar bo'lsa, bu video siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Chunki hukumat yaqinda shunday bir qarorni imzoladiki, bu ko'pchilikning moddiy ahvolini yaxshilashga qaratilgan ajoyib yangilik bo'ldi. Ko'pchilik pensionerlarimiz har bir tiyinning qadrini biladi. Shuning uchun har qanday ijobiy yangilikni diqqat bilan kuzatadi. Bugungi ma'lumot shunchaki navbatdagi yangilik emas. Bu sizning huquqlaringiz, pulingiz va kelajakdagi farovonligingiz haqida. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan ko'rishingizni, hoziroq kanalimizga obuna bo'lishingizni va ushbu muhim ma'lumotni boshqalar bilan baham ko'rish uchun like bosishingizni so'rayman. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Bizning mamlakatimizda pensionerlar doimo alohida e'tiborda bo'lgan, ammo shunga qaramay, ularning ijtimoiy himoyasi borasida doimiy ravishda takomillashtirish ishlari olib boriladi. So'nggi yillarda pensiyalar odatda inflyatsiya darajasiga qarab indeksatsiya qilinib kelindi. Ya'ni hayot qimmatlashsa, pensiyalar ham shunga yarasha oshirilardi. Biroq bu oshish ko'pincha real xarid qobiliyatini to'liq saqlab qolishga yoki pensionerlarning turmush darajasini sezilarli darajada yaxshilashga yetarli bo'lmasdi. Ba'zi toifadagi pensionerlar, masalan, uzoq yillik mehnat stajiga ega bo'lganlar, nogironligi bor fuqarolar yoki yolg'iz yashovchilar uchun qo'shimcha imtiyozlar mavjud edi. Lekin ularning tizimi ba'zan murakkab bo'lib, hamma ham undan to'liq foydalana olmasdi. Ayniqsa kommunal to'lovlar va ba'zi tibbiy xizmatlar uchun xarajatlar pensionerlar byudjeti uchun og'irlik qilishi tabiiy hol edi. Hukumatimiz bu masalalarni chuqur o'rganib chiqqan holda yaqinda prezident farmoni yoki vazirlar mahkamasining muhim qarorini imzoladi. Bu hujjat mamlakatimizdagi pensionerlarning turmush sharoitini yaxshilashga qaratilgan fundamental o'zgarishlarni o'z ichiga oladi. Eng asosiysi shundaki, ushbu qaror doirasida ikki asosiy yo'nalish bo'yicha muhim yangiliklar joriy etildi. Birinchidan, endilikda pensionerlarning muayyan toifalar uchun maqsadli qo'shimcha pensiya oshishi ta'minlanadi. Bu shunchaki inflyatsiya bilan bog'liq bo'lgan umumiy indeksatsiya emas, balki aniq belgilangan mezonlarga javob beradigan pensionerlarga beriladigan alohida qo'shimcha nafaqa. Bu hukumatning eng nochor yoki xizmatlar alohida e'tirof etilishi lozim bo'lgan guruhlarga qaratilgan aniq yordamidir. Ikkinchidan, ayrim toifadagi pensionerlar uchun, xususan yolg'iz yashovchi va kam ta'minlangan pensionerlar uchun kommunal to'lovlar yoki muayyan tibbiy xizmatlar xarajatlarini qoplashga qaratilgan yangi kompensatsiya yoki subsidiya mexanizmi joriy etildi. Bu ularning kundalik moliyaviy yukini sezilarli darajada kamaytirishga yordam beradi. Chunki aynan kommunal xarajatlar ko'pincha jiddiy tashvish uyg'otadi. Bu yangiliklar shuni anglatadiki, endi pensiya tizimi yanada adolat va manzilli yordam ko'rsatishga qaratilgan bo'lib, hammaga bir xil yondashuvdan ko'ra ehtiyojmandlarga ko'proq e'tibor qaratiladi. Birinchi asosiy qism. Batafsil tahlil. Nimani bilishingiz kerak, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak. Endi esa ushbu yangi qarorning har bir jihatini chuqur tahlil qilamiz. Toki siz o'zingizning holatingizga nisbatan qanday o'zgarishlar kutilayotgani aniq tushunib yeting. Qo'shimcha pensiya oshishi bu eng muhim yangiliklardan biridir. Yangi qonun hujjatiga ko'ra, pensiya miqdoriga qo'shimcha foizlar yoki belgilangan miqdordagi summalar quyidagi toifadagi pensionerlarga qo'shiladi. Minimal pensiya oluvchilar. Agar sizning umumiy pensiya miqdoringiz barcha ustamalar bilan birga minimal pensiyani hisoblash bazaviy miqdorining deylik 1/5 barobaridan past bo'lsa, masalan, agar minimal pensiya miqdori 20 million so'm bo'lsa, sizning pensiyangiz 1 million so'mdan past bo'lsa, siz qo'shimcha nafaqaga ega bo'lishingiz mumkin. Bu ayniqsa eng kam daromadli pensionerlarga qaratilgan yordamdir. Ularning turmush darajasini o'z bo'lsa ham ko'tarish asosiy maqsad qilib olingan. Ushbu toifaga kiruvchilar pensiyasiga 10% gacha qo'shimcha mablag' olishlari mumkin. 2. Uzoq yillik mehnat stajiga ega bo'lganlar. Bu yerda mehnat staji alohida ahamiyatga ega. Agar erkaklar uchun mehnat staji 40 yildan, ayollar uchun esa 35 yildan ortiq bo'lsa, ularning pensiyalariga qo'shimcha foizlar qo'shiladi. Misol uchun, har bir qo'shimcha yil uchun ilk burzidan yoki umumiy stajga nisbatan belgilangan miqdor, masalan, 5% qo'shilishi mumkin. Bu kategoriya yoshligidan boshlab mamlakat rivojiga o'z hissasini qo'shgan
umrini mehnatda o'tkazgan insonlarga bo'lgan ehtirom belgisidir. Hatto pensiya miqdori nisbatan yuqori bo'lsa ham, ularning uzoq xizmatlari alohida rag'batlantiriladi. O't nogironligi bor pensionerlar, I guruh. Agar siz I guruh nogironi bo'lsangiz va yolg'iz yashasangiz yoki oilangizda yordam beruvchi kattalar bo'lmasa, sizning pensiyangizga qo'shimcha mablag' ajratilishi mumkin. Bu o'z-o'ziga xizmat ko'rsatishda qiyinchiliklarga duch keladigan va doimiy e'tiborga muhtoj bo'lgan insonlar uchun yaratilgan sharoitdir. Ularning pensiyasiga deylik 200 ming so'm miqdorida bir martalik yoki doimiy ustama berilishi mumkin. Muhim eslatma, bu oshishlar standart inflyatsiya indeksatsiyasidan tashqari qo'shimcha mablag'lardir. Ular 2024 yil 1 yanvardan kuchga kiradi. Shuning uchun shu sanadan boshlab hisob-kitoblarga kiritiladi. Kommunal to'lovlar va tibbiy xizmatlar uchun subsidiya kompensatsiya bu ham pensionerlarimizning kundalik hayotidagi katta yukni yengillashtirishga qaratilgan juda muhim chora. Bir kommunal to'lovlar uchun kimga? Yolg'iz yashovchi pensionerlar, ya'ni ularning uyda o'zi bilan birga yashaydigan, mehnatga layoqatli katta yoshli farzandlari yoki boshqa oila a'zolari bo'lmaganlar va ularning daromadi kam ta'minlanganlik mezonidan past bo'lganlar, masalan belgilangan minimal iste'mol xarajatlari normasining 1,2 barobardan past bo'lsa. Qancha? Ular elektr energiyasi, gaz, ichimlik suvi va issiqlik ta'minoti kabi kommunal xizmatlarning oylik to'lovlarining ma'lum bir foizini, masalan, FNB'gacha qoplashlari mumkin. Ammo bu belgilangan iste'mol limitlari doirasida amalga oshiriladi. Ya'ni agar siz haddan tashqari ko'p iste'mol qilsangiz, faqat belgilangan norma doirasidagi qismi qoplanadi. Bu subsidiya har oyda amalga oshiriladi. Tibbiy xizmatlar uchun kimga? Muayyan qimmat tibbiy muolajalarga, masalan, katarakta operatsiyasi, murakkab tish protezlash, qimmat dori-darmonlar muhtoj bo'lgan pensionerlar, ularning daromadi ham kam ta'minlanganlik mezonidan past bo'lsa. Bu holatda yolg'iz yashash sharti qo'yilmasligi mumkin. Chunki tibbiy ehtiyojlar yolg'iz yashashga bog'liq emas. Qancha? Davlat bunday muolajalarning ma'lum bir qismini, masalan, yilda bir marta 3 million so'mgacha bo'lgan xarajatlarni qoplashi mumkin. Bu ayniqsa ko'z operatsiyalari kabi qimmat turadigan amaliyotlar uchun katta yordamdir. Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak? Kim xavotirlanmasligi kerak? Ushbu yangi imtiyozlarga loyiq deb hisoblaydigan. Ammo barcha belgilangan mezonlarga to'liq javob bermaydigan pensionerlar. Masalan, uzoq mehnat stajiga ega, lekin pensiya miqdori allaqachon juda yuqori bo'lganlar yoki daromadi past, ammo yolg'iz yashash shartiga to'g'ri kelmaydiganlar. Ular qo'shimcha imtiyozlarga ega bo'lmasliklari mumkin. Yangiliklar haqida xabardor bo'lmagan va arizalarni topshirish muddatini o'tkazib yuborishi mumkin bo'lgan pensionerlar. Ma'lumotning yetishmasligi eng katta to'siq bo'lishi mumkin. Bu hujjatlar tartibsiz bo'lganlar, agar mehr daftarchasida xatoliklar bo'lsa, stajni tasdiqlovchi hujjatlar yetishmasa yoki boshqa zarur ma'lumotlar mavjud bo'lmasa, imtiyozlardan foydalanish jarayoni cho'zilib ketishi yoki rad etilishi mumkin. Xavotirlanmasligi kerak bo'lganlar, pensiyalari allaqachon belgilangan eng yuqori chegaradan sezilarli darajada oshib ketganlar. Ular odatda standart indeksatsiya asosida o'z pensiyalarini olishda davom etadilar va qo'shimcha manzilli yordamga ehtiyoj sezmaydilar. Yolg'iz yashamaydigan va yuqori tibbiy xarajatlarga ega bo'lmagan pensionerlar. Ular uchun ushbu yangiliklar bevosita taalluqli bo'lmasligi mumkin, ammo bu ularning huquqlariga ta'sir qilmaydi. Hukumatning ijtimoiy himoya siyosati doimo barcha fuqarolarga qaratilganligini tushunadiganlar. Har bir yangilik muayyan bir ehtiyojni qondirishga qaratilganligini anglash xavotirni kamaytiradi. Haqiqiy hayotdan misollar, raqamlar bilan. Qo'shimcha pensiya misoli avval 70 yoshli Zaynab buvi 38 yil mehnat stajiga ega. Pensiyasi 1,5 million so'm. Oilasi bilan yashaydi. Yangi qo'shimcha pensiya oshishiga uzoq staj kategoriyasi bo'yicha loyiq emas, 40 yildan kam va minimal pensiya kategoriyasiga ham kirmaydi. Chunki uning pensiyasi minimal miqdordan ancha yuqori. Shu sababli u faqat standart inflyatsiya indeksatsiyasiga ega bo'ladi. Keyin 55 yoshli Said Bobog'ardagi yil mehnat stajiga ega. Pensiyasi 1,8 million so'm. Uning pensiyasi eng yuqori imtiyozli chegaradan, masalan, 2 million so'm past bo'lganligi sababli va uzoq mehnat staji uchun mezonlarga javob berganligi uchun qo'shimcha pensiya olish huquqiga ega. Unga uzoq
xizmat muddati uchun 5% qo'shimcha pensiya beriladi. Bu 9000 ming so'mni tashkil etadi. Natijada uning pensiyasi 29 ming so'mga yetadi. Bu Said boboning har oygi daromadiga sezilarli qo'shimcha hisoblanadi. Bu kommunal xizmatlar subsidiyasi misoli. Avval 68 yoshli Dilbar xola yo'qiz yashaydi. Pensiyasi 1200 ming so'm. Har oy kommunal to'lovlar, elektr, gaz, suv uchun 300 ming so'm sarflaydi. Bu uning byudjeti uchun katta yuk hisoblanadi va u doim pul yetkazishda qiynaladi. Keyin Dilbar xola kommunal subsidiya uchun arza beradi. Uning daromadi belgilangan, kam ta'minlanganlik chegarasidan past va u yolg'iz yashaydi. Davlat uning kommunal to'lovlarining 20%ni, ya'ni 1000 ming so'mini qoplaydi. Endilikda Dilbar xola kommunal xarajatlarga atiga 1000 ming so'm sarflaydi. Qolgan pulni oziq ovqat yoki dori-darmonga ishlatishi mumkin. Tibbiy subsidiya misoli. Avval taqam yoshli Aziz amaki guruh nogirini qizi bilan yashaydi. Pensiyasi 1 million 400 ming so'm. Katarakta operatsiyasiga muhtoj. Operatsiya narxi 5000 ming so'm. Oila uchun bu juda katta mablag'. Keyin Aziz amaki nogironligi bo'ligi va daromadi pastligi sababli tibbiy subsidiya uchun arza berish huquqiga ega. Garchi u yolg'iz yashamasa-da, tibbiy subsidiya ba'zi hollarda bu shartni talab qilmasligi mumkin. Davlat operatsiya narxining 30 million so'mgacha bo'lgan qismini qoplab beradi. Natijada Aziz amakining oilasi atiga 2 million so'm to'laydi. Bu ularning moliyaviy yukini sezilarli darajada kamaytiradi. Ikkinchi asosiy qism istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har qanday yangi qonun yoki qoida kabi bu yerda ham ba'zi istisnolar e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar va sezilmagan nuanslar mavjud. Ularni bilish sizni ortiqcha ovoragarchilik va hafsalasi pir bo'lishdan saqlaydi. Istisnolar qo'shimcha pensiya oshishi hamma uchun avtomatik emas. Ba'zi pensionerlar o'z ma'lumotlarini, masalan, mehnat staji bo'yicha tasdiqlashlari yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilishlari kerak bo'ladi, ayniqsa agar ularning ma'lumotlari eskirgan bo'lsa. Tizim avtomatik ravishda barcha ma'lumotlarni yangilay olmasligi mumkin. Kommunal va tibbiy subsidiyalar esa hech qachon avtomatik tarzda berilmaydi. Ular uchun har doim ariza topshirish talab etiladi. Sizning ehtiyojingizni tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Ayrim turdagi pensiyalar, masalan, xizmatlari uchun belgilangan maxsus davlat pensiyalari, akademiklar, sportchilar, xalq artistlari va boshqalar ushbu yangi qo'shimcha oshirishlarga kirmasligi mumkin. Chunki ular allaqachon yuqori miqdorda belgilangan va ularga boshqa tartiblar qo'llaniladi. Tuzoqlar, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan holatlar, hujjatlardagi nomuvofiqliklar. Eng ko'p uchraydigan muammolardan biri bu mehnat daftarchasidagi xatolar, tamg'alarning yo'qligi yoki sanalardagi nomuvofiqliklardir. Bunday holatlar arizani ko'rib chiqishni kechiktirishi yoki hatto rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasi har bir hujjatning qonuniy kuchga egaligini tekshiradi. Mezonlarni noto'g'ri tushunish. Ba'zilar daromadim past deb o'ylashi mumkin. Ammo subsidiya olish uchun yolg'iz yashash yoki muayyan nogironlik kabi boshqa majburiy shartlar bo'lishi mumkin. Hujjatning har bir bandini diqqat bilan o'rganish juda muhim. Muddati o'tkazib yuborish. Ba'zi imtiyozlar uchun ariza topshirish muddatlari belgilanishi mumkin. Masalan, bir martalik tibbiy subsidiya uchun joriy yilning oxirigacha ariza topshirish sharti qo'yilishi mumkin. Bu muddatlarni kuzatib borish juda muhimdir. Firibgarlar va firibgarlar. Afsuski, har qanday ijtimoiy yangilik firibgarlar uchun ham imkoniyat yaratishi mumkin. Sizga yordam berishni, arizani tezlashtirishni va'da qilib, buning evaziga pul talab qiladigan shaxslardan ehtiyot bo'ling. Barcha murojaatlar rasmiy idoralar orqali va hech qanday to'lovsiz amalga oshiriladi. Bank hisob varag'i bilan bog'liq muammolar. Pensiya kartangiz yoki bank hisobingiz to'g'ri ishlashiga ishonch hosil qiling. Agar karta muddati o'tgan bo'lsa yoki bloklangan bo'lsa, bu mablag'larni o'z vaqtida olishga to'sqinlik qilishi mumkin. Noaniq nuanslar subsidiyalar uchun yolg'iz yashovchi mezonining talqini. Bu odatda uyda birga yashovchi, mehnatga layoqatli va daromadga ega bo'lgan farzandlari yoki boshqa yaqin qarindoshlari bo'lmagan shaxsni anglatadi. Agar birga yashovchi farzand ham nogiron yoki daromadi bo'lmasa, bu holatda yolg'iz deb hisoblanishi mumkinmi? Odatda yolg'iz yashovchi deganda oila tarkibida bo'lgan, ammo moddiy jihatdan mustaqil bo'lgan boshqa shaxslar yo'qligi tushuniladi. Bu aniqlashtirilishi kerak bo'lgan holat.
qo'shma ta'sir. Agar pensioner ham qo'shimcha pensiya olishga, ham kommunal subsidiya olishga loyiq bo'lsa, bu imtiyozlar bir-biriga bog'liqmi yoki ular mustaqil ravishda qo'llaniladimi? Odatda ular mustaqil ravishda qo'llaniladi. Ya'ni har bir imtiyoz o'z mezonlari asosida beriladi. Qo'shimcha oshish keyingi indeksatsiyaga asos bo'ladimi? Odatda bunday qo'shimcha oshishlar pensionerning umumiy pensiya miqdoriga qo'shiladi va kelajakdagi pensiya indeksatsiyalari uchun bazaviy miqdor sifatida qabul qilinadi. Bu bir martalik bonus emas, balki pensiyaning doimiy qismiga aylanadi. Amaliy maslahatlar: nima qilishingiz kerak? Ushbu yangiliklardan to'liq foydalanish uchun aniq bosqichma-bosqich harakat qilish lozim. Birinchi qadam: loyiqligingizni tekshiring. Rasmiy hujjatni toping. Prezident farmoni yoki vazirlar mahkamasining qarori matni yoki uning soddalashtirilgan tushuntirishini O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi sayti, Lexuz pensiya jamg'armasi sayti yoki ishonchli ommaviy axborot vositalari orqali toping. Mezonlarni diqqat bilan o'qing. Siz yuqorida sanab o'tilgan qaysi toifaga kirishingizni aniqlang. Minimal pensiya oluvchi, uzoq stajga ega, I guruh nogironli, yolg'iz yashovchi, kam ta'minlangan, qimmat tibbiy muolajaga muhtojmi? Har bir bandni o'zingizning holatingizga solishtiring. 2. Ikkinchi qadam: kerakli hujjatlarni yig'ing. Har bir holat uchun hujjatlar ro'yxati farq qilishi mumkin, ammo asosiy hujjatlar quyidagilardir: pensiya guvohnomasi original va nusxasi, pasport original va nusxasi, mehnat daftarchasi asl nusxasi. Agar siz qo'shimcha pensiya oshishi uchun uzoq staj sababli murojaat qilayotgan bo'lsangiz, barcha yozuvlar aniq va to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qiling. Daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma agar kommunal yoki tibbiy subsidiyalar uchun murojaat qilayotgan bo'lsangiz, bu sizning kam ta'minlanganlik mezoniga javob berishingizni tasdiqlaydi. Kommunal to'lov kvitansiyalari oxirgi 36 oylik kommunal subsidiya uchun. Tibbiy hisobotlar, shifokor xulosalari, retseptlar, davolanish uchun to'lov cheklari tibbiy subsidiya uchun. Shuningdek, operatsiya narxi ko'rsatilgan shartnoma yoki kvitansiya ham talab qilinishi mumkin. Oila tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnoma mahalladan agar yolg'iz yashash mezoniga ko'ra subsidiyaga murojaat qilayotgan bo'lsangiz, bu sizning oilaviy ahvolingizni tasdiqlaydi. Nogironlik guvohnomasi agar mavjud bo'lsa. 3. qadam: qayerga murojaat qilish kerak? Pensiya jamg'armasi. Qo'shimcha pensiya oshishi bo'yicha masalalar uchun yashash joyingizdagi tuman, shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Ular pensiya hisob-kitoblarini amalga oshiradigan asosiy organ hisoblanadi. Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlari, kommunal va tibbiy subsidiyalar uchun odatda yashash joyingizdagi mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlariga murojaat qilish lozim. Ular ijtimoiy yordam ko'rsatish masalalari bilan shug'ullanadi. Yagona davlat xizmatlari markazlari, davlat xizmatlari markazi ko'plab ijtimoiy xizmatlar, jumladan pensiya va nafaqa masalalari bo'yicha murojaatlarni qabul qilish va ularni tegishli idoralarga yo'naltirish bilan shug'ullanadi. Bu bir darcha tamoyili bo'yicha ishlashni afzal ko'radiganlar uchun qulay variant. 4. qadam: ariza topshirish va harakatlar ketma-ketligi. Arizani aniq va tushunarli to'ldiring. Blankani to'ldirishda xatoliklarga yo'l qo'ymang. Agar yozishda qiyinchilik tug'ilsa, markaz xodimlaridan yordam so'rang. O'zingizning huquqlaringizni biling. Murojaat qilayotganingizda madaniyatli, ammo o'z huquqlaringizni talab qiluvchi tarzda muloqot qiling. Arizangiz ro'yxatga olinganligi to'g'risida tasdiqnoma yoki kvitansiya oling. Unda ro'yxatga olish raqami va sanasi ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Bu kelajakda murojaatingiz holatini kuzatib borish uchun muhimdir. Agar arizangiz rad etilsa, rad etishning yozma tushuntirmasini talab qiling. Bu sizga sabablarni tushunish va keyingi harakatlaringizni rejalashtirishda yordam beradi. Ba'zan rad etish noto'g'ri talqinlar yoki hujjatlardagi kichik kamchiliklar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ularni tuzatib, qayta murojaat qilish imkoniyati mavjud. Qonuniy muddat ichida javob olmasangiz, murojaat holatini pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markazining qo'l markazlari orqali kuzatib boring. 5. qadam: xabardor bo'lib turing. Rasmiy hukumat kanallarini, ishonchli yangiliklar saytlarini va televideniyadagi maxsus dasturlarni kuzatib boring. Yangiliklar va tushuntirishlar muntazam ravishda e'lon qilinib boradi. Savollaringiz bo'lsa, tuman pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy himoya bo'limlariga qo'ng'iroq qiling. Ular sizga aniq javob berishlari shart.
xulosa va yakuniy chorlov. Xulosa qilib aytganda, hukumatimizning bu yangi qarori pensionerlarimizning ehtiyojlariga befarq emasligini, ularning hayotini yaxshilashga doimiy intilayotganini yana bir bor tasdiqlaydi. Bu o'ziga xos manziliy yordam tizimi orqali eng muhtojlarga ko'mak berishga qaratilgan muhim qadamdir. Biroq bu imkoniyatlardan to'liq foydalanish uchun o'z huquqlaringizni bilishingiz va faol harakat qilishingiz zarur. Esda tuting, hech kim sizning foydangizni sizdan yaxshiroq himoya qila olmaydi. Shunday ekan, ushbu videoda berilgan ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozing. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videomizga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz kelajakda ham shu kabi muhim va foydali ma'lumotlarni sizlarga yetkazib bera olamiz. O'zingizni asrang va doimo xabardor bo'ling.